Bu yerda tok bormi? Ha, albatta tok bor. Tomosha qilasizmi? Xullas, akalar, mana shu xonadonning elektrikasi to'liq tugadi. Shu xona bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Boshqa xonalar ham xuddi shunday montaj qilingan. Bir boshdan tezroq tushuntirib ketamiz. Bunisi Bu yerdagi oshxonamizdagi ishlar, ya'ni kelajakda nagruskasiga o'ylab tashlab ketilgan aka. hammasi. Ha, bu rozetkamiz, работа zona uchun. Bu rozetka nima uchun? Gaz plita uchun aka. Bu rozetkamiz xolodilnik va kir moshina Mana uchun. bunisi-chi. Qaysi? U работа zona, ya'ni elektrochoynak va boshqa bitoviy texnikalar ishlatish uchun. Bu TV zonamiz aka. Antenna kabeli va televizor uchun rozetka tashlab ketilgan. Mana bu lampochka aka, kulchasi. Bu lampochkanka aka, proxodniy, ya'ni bu yoqdan ham kirsa yoqsa bo'ladi, u eshikdan ham Koridordan ham ikkalasidan ham yoqib o'tirsa bo'ladi. Bu shitimizga ham e'tibor beramiz. Hozir orqa tomonini ham ko'rsattirib yuboraman, qanday ulangan. Mana tepa tomonini ham ko'rsattirib yuboring operator. Mana xuddi shunday montaj bo'lgan. Boshqa xonalar ham. Mana shu xonadonda 6 ta xona bor edi. To'liq podключ elektrika xizmatlarini 2 kun ichida tugatdi, ya'ni yarim kun yoqa-yoqa yurdi. 2 kun hisoblaymiz. Elektrika sohasidan boshqa yana nimalar qilamiz? Shunga yaqinroq ishlar. elektrika, kamera, domofon xizmatlari, quyosh panellar, elektronik охранникlar, пожарный sistemalarini полный o'zimiz podключ topshiramiz. Garantiyasi bor. Hamma ishimizga garantiyasi bor. Garantiyasi bor, ishonchli, sifatli elektrika xizmatlari kerak bo'lsa, nomerni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqamiz. O'zi yaxshi bola, chiroyli holatda ishlaringizni qilib beradi.